Argentina terma jamoasi yana mundial finaliga chiqdi. Bu shunchaki omad yoki tasodif emas, do'stlar. Oddiy savol tug'ilishi mumkin: Argentina terma jamoasi nimasi bilan 46 ta jamoadan ustunlik qildi? Demak, bularda 16 ta amaldagi jahon chempionlari bor, e'tibor bersangiz. Ya'ni bular terma jamoa emas, bular shakllangan klub deb bemalol aytsa bo'ladi. Bular xuddi Timur va uning do'stlari kabi Lionel Messi va uning do'stlari. Scaloni uchun esa bu xuddi tayyor puzzle kabi, ya'ni u bularni shunchaki yig'ib qo'ydi xolos. Ular xuddi klubday maydonga tushyapti va yutishyapti. Shu joyda tabiiy savol tug'iladi. Fransiya terma jamoasi-chi yoki Portugaliya? Ularda ham xuddi shunaqa emasmidi? Yo'q. Masalan, Fransiyada egoist, individualist o'yinchilar juda ham ko'p, agar e'tibor bersangiz. Portugallar esa Ronalduga itoat etishmadi yoki buni xohlashmadi. Lekin Argentinada bo'lsa, bitta o'yinchining, ya'ni Messining xohishlariga itoat etish bor va bu jamoa rozi bo'lgan holda. Ular hatto Messisiz maydonga ham chiqishmayapti. Hatto mashg'ulotlarda ham shunday. Va ishoning, bu jamoa yutuqlariga juda ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Demak, Argentina irodali va duxi baland o'yin ko'rsatyapti va bu g'alaba mentalitetining asosi.